Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Violet. Bugungi videoda men OneBlockda yashab qolaman. Maqsadim esa Netherga borish, ya'ni Netherga olib boruvchi portal qurish. Maqsadni ham aniq qilib oldik. Qani bo'lmasam, videoni boshlaymiz. Aytgancha, men bu survivalni noldan boshlamayman. Ya'ni men OneBlockda yashaganman, kuchayganman, lekin bu kadr ortida. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xullas, do'stlar, bu orolchani ekskursiyasidan boshlaymiz. Xullas, mana bu mening uyim va mana bu mening yotadigan joyim va sandiqlarda nima borligini o'zingizlar ko'ringlar. Hozir ikkinchi qavatni ham ko'rsataman. Ikkinchi qavatda ham yotadigan joy, balkoncha, sandiqda nima borligini ko'rdinglar. Endi esa ko'chani ekskursiya qilamiz. Xullas, meni uyim alohida joyda va dekorativ fontan va mana bu yerda daraxt o'sgan. Bu yerda esa zombi ferma, ayiq ham bor, quyon ham bor. Ikkita daraxt o'sgan. Mana bu esa OneBlockning o'zi. Bu tomonda esa nima saqlanganini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Bu yerda mening boyliklarim va turli rudalar saqlanadi. Pishgan pishmagan hammasi. Adashmasam menda ko'mir bor edi, qo'yib olsam undan ham yaxshi. Endi esa OneBlockni sindiramiz, ya'ni qumni. Endi bu yerni tozalash kerak. Nima ham derdim. Bundan ajoyibroq o'limni faqat orzu qilsa bo'ladi. Ajoyib. Qani bo'lmasa bunda davom etamiz. Ko'rasizlarmi? Xato menman. Xo'sh, bo'lmasa mana bu yerga taxta blok qo'yamiz. Mana bu yerga ham qo'yamiz. Bu adashib qo'yilib ketdi. Xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga va mana bu yerga. Tagiga ham qo'yish kerak edi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'lsiz qalqonni o'ziga olib ketdi. OneBlockni sindirishni davom etamiz. Bularni ham sheriklarni oldiga qo'shamiz. Adashmasam qo'shildi sheriklarning oldiga. Adashman qo'shilmabdi. Nima ham derdim, chop boramiz. Chop qilding balla. Tapor sinib qoldi. Hammayli kirkada yoyaman buni. Mana bu qumcho'tdan juda o'tiribdi, sindirib olaydi. Endi men shunda bolta yasab olay temirdan. Xo'sh, temirni olamiz va vertakka kirib temirli bolta yasaymiz. Endi esa OneBlockni sindiramiz. Albatta toshni sindirdik. olamiz. Xo'sh, adashib qo'yilib ketdi.
Xo'sh. Negadir menga boltani bu yerda turishi yoqmayapti. Yaxshisi kirkani oldiga qo'yib qo'yaman. Inventarni ochib qo'ydim. Xullas, sindiramiz. Yo, lazurit. Buni ham sindiramiz. Adashmasam shuni o'rnida mob bo'lish kerak. Ochamiz. Yo, men buni ishlatmasdan qo'ymayman. Hozir ishlatamiz. Xo'sh, kelib ham oldik. O'sha blok turgan joyga qo'yamiz. Blok qo'yamiz. Qo'yilmayapti. Balki turib qolish kerakdir. Qo'yil. Turamiz. Qo'yil. Negadir qo'yilmayapti. Sal mana bundayroq qilsak-chi. Yo'q, tushib ketdim. Yo'q, suvga ilin. Ha, ilindim. Yo'q, chiqolmaymiz. Mayli, o'zimiz tashlaymiz. Xullas, do'stlar, men buni qurib oldim. Albatta kadr ortida, chunki juda ham cho'zilib ketardi. Mana bunday ortiqcha narsalarni olib tashlaymiz va mana buni qo'yib turib, spawnerni qo'yamiz. Yo'q, hali qo'ymaymiz. Mana bunday kirib turib endi qo'yamiz. Spawnerni asosiy inventarga oldik, qo'ydik va bo'ldi, skelet chiqadi endi. Endi buni yopib qo'yamiz, albatta yarimtalik blok bilan. Albatta yo'q, bu yerda ko'rinmaydi ekan. Demak, tepa tomondan yarimtalik blok qo'ydik va endi nima qilamiz? Bilmayman, sakraymizchi. O'zimiz tashlaymiz jardan. Ko'raylikchi, chiqayaptimikan skelet? Nega spawn bo'lmayapti skeletlar? Mana bu yerni yopib qo'ysammikan? Davay yopib qo'yaychi. Endi yaxshiroq bo'ldi, adashmasam. Nima qilamiz? O'zimizning ishimiz qilamiz-da. Sandiqni yana bir bor ochib qo'yamiz. Bilmadim nimaga. Endi uni sindiramiz. Xullas, do'stlar, kadr ortida katta fojia yuzaga keldi. One blokdan ikkita skelet chiqdi. Endi shuni yoyishimiz kerak va yoydik ham. Uncha katta fojia emas lekin. Xullas, spawnerga ham qarab oldik, hech nima paydo bo'lmabdi. Endi esa bloklarni sindiramiz. Xo'p. O'rgimchak to'ri bor ekan. Kirkada sindiramiz. Yo'q, kirkada sinmaydi, qaychida sinadi. Hozir qaychimni olib olay. Hozir bir daqiqa inventarimda yo'q ekan. Ko'ramiz. Yo'q, endi mana bu yerdagini olamiz. Endi esa buni asosiy inventarga joy yetmabdi. Asosiy inventarga tashlaymiz va sindiramiz. Ko'mirni ham sindiramiz, faqat kirkada sindiramiz. Yaqin orada sandiq kelib qolsa, juda ham yaxshi bo'lar edi. Temir, bloklar, ko'mir, taxta, boltada sinadi, boltada. Va bu. O'rgimchaklarga o'lim. O'ldir. Tushib ketishimga bir baqiya qoldi. Mayli, sindiramiz. Sandiq. Ichida lava ham bor ekan. Endi esa lavani olib, portalni qurish ishlarini boshlaymiz. Xo'p. Endi bu yerni time lapse'da ko'rasizlar o'zingizlar. Xo'sh, mana buni qo'yamiz. Yo'q. Menimcha men Minecraftning eng birinchi qoidasini buzib qo'ydim. Hammani tuzatamiz.
tayyor. Endi esa yondirgalka yasaymiz. Yondirgalkani ham yasab oldik. Endi esa portalni yoqsak bo'ladi. Portal yonishi bilan videoni tugatamiz. Obuna bo'ling.